Bugun sizlarga Onyx va Tracker mashinalarini zubchati remenlarini qanday qilib almashtiriladi va qancha kilometrda almashtiriladi to'liq ma'lumotini beramiz hamda usta akalarimiz uchun foydali bo'lishligi uchun o'rgatib ham qo'yamiz. Video qiziq bo'ladigan bo'lsa, video oldidan bitta like bosish esdan chiqmasin. Zubchati remenni yechishlik uchun birinchi o'rinda bobinalarini, klapan kirishkalarini, vozdukhlarini birin-ketin yechib olinadi. Bu mashinamizni vakuum nasoslarida ham muammosi bor ekan, birato'la u kasalni ham ko'rib ketishlik uchun vakuum nasoslarigacha yechib olamiz. Yon tomondan esa generator remenlarini, past shkiflarini hamda yon kirishkalarini yechib olamiz. E'tibor berishingiz mumkin. Oldi salniklari одноразовый bo'ladi. Har safar zubchati remen almashtirish uchun yechganda almashtirib yuboriladi. Zubchati remenimiz 50 ming kilometrda bekordan bekorga iskirib ketmagan. Motor uchun dabdala bo'lib ketganini qaranglar, akalar. Zubchati remenimiz tez iskirib ketishiga yagona sabab sifatsiz moy. Zubchati remenni almashtirishlik uchun eng kerakli bo'ladigan narsa bu fiksator. Fiksatorsiz bu ishni amallash qiyin. Ko'rishingiz mumkin, zubchati remenimizni eskisi va yangisi holati yaqqol ko'rinib turibdi. Bu zubchati remenni tashlab olamiz. Yangisini ustunovka qilamiz. Yangi zubchati remen qo'yayotgan paytda sifatiga e'tiborli bo'lasizlar. Buni original sifatlisi va arzon poddelkasi ham bor. Originaldan qo'yiladigan bo'lsa, hech bo'lmaganda 100 ming kilometr yurishi mumkin. Zubchati remenimiz iskirib ketishiga yana ta'kidlayman, moy sababli. Biz okamlarga shunaqa prikaz beramizki, har hafta moy almashtirib, motor ichini tozalab oladilar. Endi esa sizlar bilan birgalikda zubchati remenlarimizni joyiga taqamiz va metkalarini ko'rsatib qo'yamiz. Fiksator yordamida tepa va past metkalarini qo'yib olinadi. Tepaga raspirdualga qo'yiladigan bo'lsa, pastki qismiga mahviyaga shundoqqina teshikka tiqib, blokka qotirib qo'yiladi. Shu bilan metka hisoblanadi. Bu mashinamizni vakuum nasoslari ham charchagan ekan. Zubchati remeni qarindisi filtrga tiqilib qolgan, natijada ichki qismlarga ziyon yetgan. Bu mashinaga yangi vakuum nasoslarini ham birato'la ustunovka qilib berganmiz. Zubchati remenlarini qanaqa qilib o'rnatishni ham o'rganib oldik. Bu tayyorlagan videomiz usta akalarimiz uchun ham, Tracker Onyx haydaydigan akalar uchun ham manfaatli bo'ldi degan umiddaman. 50 ming kilometrda motor ichi shunaqangi yomon holatga tushib qolishining yagona sababi moy. Ya'ni motor moy quyayotgan paytda e'tiborli bo'lasizlar. O'qlanmagan, ishonchli, sifatli moy quyishinglarni tavsiya qilib qolaman. Bunaqangi premium klassdagi mashinalarning motoriga Enok moylarini tavsiya qilib qolaman. Ishonchli, issiqqa ham, sovuqqa ham chidamli. 8 ming, 10 ming kilometrda ham to'kiladigan bo'lsa, hech qanaqangi muammosiz xizmat qiladi.